Qurashtirish o'yinidan realligimizga bir nazar. Qurashtirish o'yinini o'ynab baqqanlar bilamiz. Qurashtirish o'yini odatda 10-20 parchadan 1000 parchagacha o'xshamagan sondagi parchalarni o'zaro qurashtirish orqali eng oxirida bir parcha rasm yoki go'zal bir manzara qurashtirib chiqishni maqsad qilgan o'yin. Her bir yurish qurashtirish o'yinining eng oddiysi 10-20 parchadan tashkil topgan bo'lsa, murakkablari 1000 parchadan tashkil topgan bo'lib, ko'pinchilari 200-300 parchadan tashkil topgan. Bir yurish qurashtirish o'yini ichida bir-biriga tamoman o'xshaydigan ikki parcha bo'lmaydi. U parchalarni qurashtirganda har bir parchaning har bir tarafiga tamoman mos keladigan faqat birla parcha bo'ladi. Biz u parchalarni ayrim-ayrim ko'rganimizda hech qanday bir mazmun yoki manzara ko'rmaymiz. Agar o'yin o'ynag'uchi u parchalarning hammasini o'z joyiga to'g'ri qo'ya olsa, to'liq bir parcha rasm yoki go'zal bir manzara ko'z oldimizga keladi. Shu sababdan biz u bir-biriga faqat o'xshamaydigan parchalarning hammasini qo'shib bir yurish qurashtirish o'yini deb ataymiz. Agar o'xshamagan ikki yurish o'yinining parchalari o'zaro aralashib qolsa yoki har bir parcha o'ziga mos keladigan to'g'ri joyga qo'yilmasa, u o'yin tamomlanmaydi. Ya'ni to'liq bir rasm yoki manzara ko'z oldimizda paydo bo'lmaydi. O'zaro hamkorlashib bir ish qilmoqchi bo'lgan yoki o'rtaq bir nishon uchun bir yerga to'plashgan bir guruh insonlarni mushu qurashtirish o'yiniga o'xshatishga bo'ladi. Agar biz o'rtaq nishon uchun bir yerga to'plashgan bir guruh insonni bir yurish qurashtirish o'yiniga o'xshatsak, bu guruhdagi har bir inson u o'yinning har bir parchasiga, guruh boshlig'ini o'yinni o'ynag'uchiga o'xshatishimiz mumkin. Qurashtirish o'yinidagi har bir parcha bir-biridan farqli bo'lganiga o'xshash, o'rtaq maqsad uchun bir yerga to'plashgan yoki birlikda bir ish qilmoqchi bo'lgan bir guruh insonlarmi bir-biridan farqli bo'lishi mumkin. Ularni bir yerga to'plagan narsa ulardagi o'xshashlik bo'lmasdan, balki oxir yetmoqchi bo'lgan o'rtaq nishon, ya'ni eng oxirida o'zaro qurashtirilib chiqadigan manzara. Har qanday guruhga tava har bir inson garchi o'rtaq bir nishon uchun bir yerga jam bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ularning mustaqil kallasi bor. Bir-biridan farqli insonlar bo'lg'achqa, ularning ko'z qarash, o'y fikr, tafakkur qilish va ish bajarish usullaridagi farqlar hargizmi ular ziddiyatning manbasi bo'lmasligi kerak. Aksincha, bu xil alohidliklar bu guruh insonlarning o'zaro ojizligini to'liqlashda zarur bo'lgan afzallik deb qaralishi va uningga hurmat qilinishi kerak. Qurashtirish o'yinida agar parchalarni birlashtirish jarayonida har bir parcha o'z o'rniga qo'yilmasa, ularni o'zaro qurashtirib bo'lmaydi. Bu hargizmi u parchaning bu bir yurish o'yiniga tava emasligini bildirmaydi. O'xshashla bir guruh kishilar orasida ba'zi ko'z qarash va fikr farqi tufaylidan ba'zi ixtiloflarning o'ttirg'i chiqishi hargizmi u odamning u guruhiga tava emas ekanligidan derak bermaydi. Balkim u guruhdagi har odam o'rtaq nishonga yetish jarayonida o'z o'rnini topolmagan bo'lishi mumkin. Agar bir yerga to'plashgan bir guruh insonlar agar haqiqiy turda bir o'rtaq nishon uchun bir yerga to'plashgan bo'lsa, ularning har biri cho'qim shu qurashtirish o'yinining bir parchasidir. Shunga biz o'rtaq nishon uchun mayli qancha guruh bo'layli va yoki kimlar bilan hamkorlashayli, ya'ni qancha yurish o'ynayli, oldi bilan bu guruhdagi har bir insonning o'xshamagan ko'z qarashi borligini, qurashtirish o'yini farqli tafakkur qiladigan mustaqil inson ekanligini tunib yetishimiz va uni e'tirof qilishimiz, uningga hurmat qilishimiz zarur. Ondan u o'yin parchalarini bir yerga qo'yganda bir-biri bilan moslashmay qolsa, aldirab uni biraqli xatoga chiqarib etmay, so'g'uqqanlik bilan bu parchaning o'rnining to'g'ri bo'lgan bo'lmaganligini o'ylab baqsaq yaxshi bo'ladi. Hammamiz bilgandek, yolg'iz o'xshamagan irqiy, o'xshamagan millatlardan bo'lgan insonlar emas, balki o'xshash bir irqiy, o'xshash bir millatdan bo'lgan insonlar, hatto o'xshash bir ota-onadan bo'lgan qarindoshlarmi farqli qilib yaratilgan. İnsanlarning yolg'iz chiroyi farqli bo'lib qolmasdan, balki ularning mijoz xulqi, xarakteri, turmush odati, madaniyat saposi, axloq fazilati, qiziqishi, tafakkur qilish va ish bajarish usullari farqli. Dunyoda yuz berayotgan nurg'un go'zalliklar, yaxshi ishlar va taraqqiyotlar bu farqlilik tufaylidan dunyoga kelayotganiga o'xshash barliq talash tortishlar, urush jidallar va to'qinishlarmi dal mushu farqlar tufaylidan bo'ladi. Biz yaşayotgan dünya xilma-xillikqa va ziddiyatga to'lgan. Dünya dal shu farq va ziddiyatlar tufaylidan uzluksiz taraqqiy qiladi.
Dünya dal shu rangorangligi bilan texmi go'zal bo'ladi. Biz dal shu farqlar tufaylidan nimaning yaxshi, nimaning yomonligini, nimaning go'zal, nimaning razilligini, nimaning rost, nimaning yolg'onligini, nimaning ittifoqliq, nimaning ittifoqsizlik ekanligini, nimaning birlik, nimaning bo'linish ekanligini, nimaning barpo qilish, nimaning buzish ekanligini, nimaning urush, nimaning tinchlik ekanligini bilamiz. Nimaning qul bo'lish, nimaning o'z-o'ziga xo'ja bo'lish ekanligini, nimaning mustaqil, nimaning mustamlika ekanligini bilamiz. Vatandan ayrilganda, vatansizlikning dardini toza tortganda, ondan vatanning qadriga yetamiz. Bu farqlar va ziddiyatlar yolg'iz silishtirma xarakterlik bir muhit yaratib, bizning dunyoni tunishimizga yordam berib qolmasdan, balkim raqobatlik bir muhit hosil qilib, bizning boshqalardan farqli tafakkur qilib, o'zimizni uzluksiz taraqqiy qildirib turishimizga turtki bo'ladi. Bugungi kunda Uyg'ur xalqining kutayotgani, yetmoqchi bo'layotgani bir nishon. Ammo tutgan yo'li va harakati prinsipi o'xshamaydi. Ochiqini aytganda, qaysi yo'l va harakatning bizni maqsadimizga o'ngishliq yetkazolmaydiganligini hech kim bilmaydi. Har kim o'zi ishongan yo'lni to'g'ri deb qaraydi. Dunyoda bizga o'xshash qismatlarni beshidan kechirib, eng oxirida maqsadiga yetgan, erkinlikka erishgan millatlar oz emas. Bir-biridan farqli ko'z qarash va yo'llarda turibmi o'rtaq nishon uchun birlashalgan va maqsadiga yetgan millatlarning siri shu yerda ekanki, hamma odam yoki to'p o'zining o'rnini va rolini to'g'ri toniy olganligida va boshqalarning o'rni va rolini to'g'ri toniy olganligida.